sho'x juda ham yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, esdaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikda. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman oq yo'l tilib. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. Qani vaqtni qaytarishga yetganda kuchim mani, boshidan boshlasam yetardimmi qadringga sani. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo, endi chiqadi yuragim ovozi pastroq. Qalbimda hayajon, bunday tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi sanda hayot bekor. Va'da beraman o'rgatganing esimda qoladi, lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim.
tabriklaymiz. Ma'muriyat tomonidan, ham o'zimning nomidan, mana shu yerdagi ustozlarim nomidan. Mana shunday 30 yil deganim katta gap. Bu davr ichida hammangiz hayotda o'z o'rnlaringizni topib oldinglar, bola chaqali bo'ldinglar. Ayrimlarimiz boladay berdigan chiqasizlar, kelin olib, aqlli. Endi shu qisqagina bir yetib keyin aktiv zalga ko'tarilamiz. Hozir so'z navbatini qozoqlarga chiqaramiz. Küçük halkların bağlar kırın. Sizlerden 30 yıllık yömrek toylarıyla tebrikliyim. Kendine 30 yıl olsa, 18 yaşta olsam, hazır kaldım 48'e çıktım. Aralı, çağalı, sinyalı, işgal konularsa konulardı. Para çağalı, hem nasıl multimesine koyup, katta bir aile aileleri oldu. Bana şu hemimizin, ata-analarımızın, ağabeyim toplumun başına olma, hemimizin sizlerden şu 30 yıllık mektep tutarken bir bayramlarımla tebrikliyim. Mana shu 30 yil ichida bir yodlarimizda bo'lsa kerak. Qani kim aytadi? Aytib berimda yodlagan she'r kimga? Ana shunda aytsangiz, boshlang'ich katta bo'lib, bir oilaning boshlig'i bo'lib turibsizlar. Endi qolganini aktiv zalda davom ettirsak, aktiv zalda yozamiz. Ben ona uçmayayım. İkinci salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt tilayman. İşlaringizga rivoj, topgan tutganingizga barakat, farzandlaringizga, umringizga barakat tilayman. Mana 1995-yil bitirib, 2005-yil maktabga kelib, 2005-yil o'tgan darsda tema bu. İki nafar bitiruvchilarga 50 yillikdan boshladik. 24-may kuni maktabni bitirgandan 50 yil bo'lgan bitiruvchilar keldi. Turkiyadan, Xitoydan, Qozog'istondan shunday xursand bo'lib kelib, maktabni ko'rib ketdilar, lekin qartaymagan hech qanday. Hayot shag'ali yo'q ichida. Mana sizlar 30 yillik degan, 50 yillikka qaraganda juda yosh. 30 yillik degan. Doim hammangizga 50 yillik, 60, 70 yilliklar bitirganda uchrashishni Alloh nasib etsin. Hamisha shunday chiroyli bo'lib, hammangiz kelishgan, sarqomat bo'lib, qartayganda da shu tayoqqa suyanmay, o'zlaringizga suyanib, baquvvat bo'lib, uchrashuvlarga kelib turishni Alloh nasib etsin. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Aziz ustozlar, mana shu 30 yil davomida ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Sizlarning oralaringizda bu dunyodan o'tib ketgan sinfdoshlarimiz bor ekan. Ustozlarimiz orasida bir qator ustozlarimiz bu dunyodan o'tib ketdi. Bu ustozlarimizdan ko'pchiligimizdan Junobayev Mashrib aka, Karimov Jumiyat aka,
Mati Sukuf Numrat aka, Allah Birginov Sadıl aka, Umbetova Ajamal apa, Shamratova Yangjan apa, yana bir qator sizlarning sinfdoshlaringiz bor ekan, kecha mana ulmikin. Rabiha falan aytıver bizden. Sabir. Aziz yapamız var bize. Aziz yapam muhalif bize var idi. Zeynep aytıver bizden sakın. Narxanova Eyzapa, Abdülkadir ile Rabiha falan. Rabiha apa, yine sinfdoshlarimizdan Sabir Nurullah, Ama Osman Tunqa, İsa Simbayevich Bakrettin, Rozimov Qudrat, Erkayeva Ziba, Tarxan, Mübarek Bey, ustazlarım bilen bir görüşelim. Tarxan, Rasul degan isimlarni yozilmişlar. Endi ustozlar kelganlar Kızlarımız bilen bir gepleşip olsak, birini mektebining aziz bitiruvchilari, bu yer mana so'nggi qo'ng'iroq bayramini o'tkazib, tun olib o'tirgan maktab direktori Xatoy opa. Eslang, 95-yil mana shunday qadrdoshlaringiz bor edi. Ustozlarni bir ziyorat etib keldik. Kelgan qadamlaringizga gul bitsin. Shogirdlarim, azizlarim. Bugungi bayramni boshlashdan oldin mana shu muqaddas dargohimizda ishlab, o'zlarini jonlarini fido qilib, fidoyi mehnat qilgan. Sizlarning kelajakda buyuk odamlar bo'lib yetishlaringiz uchun jon kuydirgan aziz ustozlar qatirasini bir bilasa o'rnlaringizdan turib sukut qilib. Marhamat Zaynabxon, ustozlarni eslang. Sabir apa, Allah Birginov Sadıl aka, Bunun başkenti aytamiz. Shamratova Yangjan apa, Dursanov Erdazan, Narimov Yusuf ağa, yana sinfdoshlarimiz Eslanglar. o'zlaringiz eslab Rozimov Qudrat, Sabirov Nurullah, Sarsimbayev Farhat, Usmonov Qudumrat, Sadiqov Rasul, yana kimlar eslang. agar mana shu sinfdoshlarimiz tirik bo'lganlarda hozir sizlar bilan bir qatorda yurgan bo'lar edi. Joylari jannatdan bo'lsin. Ustozlarimizdan ham sinfdoshlarimizdan ham. Ruhlari shod bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'tgan kelantardagi tadbirlarda sizlarga afiyat tilab, ko'zlarimizda yosh bilan qancha so'lam aytdik? Mana shu so'lam aytganimizga mana 30 yil bo'ldi. 30 yillik katta tanaffusdan keyin bitiruvchilarimiz maktabni sog'inib ketdilar. Bir-birlaringiz bilan didor ko'rishganlaringiz uchun, tabarruk ustozlarni bir-biriga didor ko'rishga musharraf etganlaringiz uchun, bayram tadbirini tashkil qilganlaringiz uchun sizlarga bugun chin dildan rahmat aytaman. E'tibor bersanglar, o'qituvchilar bilasizlar, kelgandan tartib intizom haqida gaplashadi. Uzr. Adilmas. Chunki biz hayotda hamisha tartibga o'rganganmiz. Sizlar ham shuni o'rgangansizlar, Xudo xolasa. Bugun sizlar bilan katta 30 yillik tanaffusdan keyin ochiq dars o'tamiz. Adabiyotdan, sinfdan tashqari o'qish. Maktab direktori baholab boradi, rahmat aytamiz. Boshlang'ich sinfda poydevor qo'ygan ikkita zabardast o'qituvchilarimiz bor. Sabr Qozoq bayog'imiz. O'razmbekova Latifa opamiz. Aslanlik o'qish intizomimizga javobgar bo'lgan. Shu vaqtda o'qituvchilar bilan birgalikda
katta mas'uliyatga katta e'tibor bergan ustozingіз Sabir aka. Endi ta'riflama odatda sinfdan tashqari o'qish deganda mana sizlar 30 yil hayot maktabini o'qidinglar. Sizlarning bilimlaringizni ustozlarimiz baholab boradi. Baholashdan oldin men sizlarga boshlang'ich poydevor ustini qo'ygan ustozlaringizga navbatni bersam. Birinchi bo'lib Qozoqboyaga mana shu o'quvchilarga shuncha yil ta'lim tarbiya berdingiz. Bugun shu dil istaklaringizni aytsangiz iltimos. Bitirganingizga bo'lsin. Oldin 48ga chiqdimlar. Mana shu yilning ichida katta o'zgarishlar, semyalarning mustahkam bolalar chaqalib oldinglar. Mana shu 30 yillik bayramda o'tkazayotgan ekanmiz. Nasib qilsa 40 yil, 50 yil, 60 yillik, 70 yillik nasib qilsin. Agarda bizlar yashasa, bo'lsa shulardan bizlar ham sizlar bilan birga nasib qilsa qatnashmaymiz. İşlerimizde selametlik olsun, müstahkem dostluk, mana shu o'quvchilarning hamma o'zi bilsinimiz mustahkam bo'lsin. Hamma rahmat. Mana Latviyamiz o'quvchilarim kelibdi deb quvonib xursandligini sinasini o'tiribdi. Hazildan Latviyamizdan sizlarga istaklarimiz. Yemeğe okuyucularımız kim kalarak belki kütemiz bulardan. Uzakta yakında yergen dostlarımız var çıkar, sınıftaşlarımız var çıkar. Xaterimizden xater bulmasın, uzaklarımızda da sağ olsun. Indiki uçarşularda Xudayım to'liq qatnashib o'tiradi, hammasi qiladi. Hammasi yaxshi yuribsizlarmi, uy ishlaringiz sog'mi, katta yigit, katta qiz bo'lib yuribsizlarmi? Mana aradan ham 30 yil o'tdi. Shuncha tanaffus bo'ldi. Haqiqatni birdan ko'rgan bo'lishim mumkin, biroq bunday hammasi bir jamina ko'rmadim biroq. Takliflar shu tashkil etgan sinfdoshlarimizga, shu rahbariyatlarimizga hammasiga mingdan ming rahmat. Ustozlar, istifsizlar, Xudayim shu ustozlarday ulug' nom olib, Xudayim oilada ibratli bo'lib, el yurtga xizmatini istayotgan insonlar bo'lib, bosh bo'lib yurgansizlar hamma. Akşam vardı, İstem vardı, İlyas vardı, Devramgik vardı. Şu Devramgik'ten atalarda şu mektepte baş bu, şu mektepten iyi okuyan, şu öğreleriydi, Metyusuf Okumaseke. Bizler bir mektepte çok geldiğinde sizler 2. klasdan aldım sizler. 1. klasta terbiye yapan var mı? Yok mu sizler ister mi şunu? Var mı ki? Varsa iyilik demesem şu. O şu iyilik'e koşup gitti. O men taza işe girgen vaqtimda Bedaq Zaripov şu klasni bana berdi. Terbiye yapar iyilik'e koşup gitti. Şu klas devam ettiresen dedi. Şuyup Bedaq ağam şurada başıydı, direktörümüz idi. Hürmeteke, egemekeler hemmesi zavuçiydi. Mektepte başkardan şu öğreler şular başta. Ona ki bana şurada yoldaş var Aysin Ampa'nı ustaz yetip şurada uaklarla şurada der ustaz yetip mana şu ballarni sen başkarasan deb topshirdi. Men quvonchim ishimga sig'may sizlarga bu bilimimni berdim. Endi bu yerlarda masalan kichkina vaqtimizda ko'ngilimiz kelgan bo'lishi mumkin. Vaqt kichkina vaqtda ko'ngil deganim bir xafa bo'lavermaydi. Yaxshi ko'rasizlar, bilaman unda. Endi shu yerlarda bir azroq kamchiligimiz bo'lsa, sizlarning shu aqlli, bilimli, tartibli bo'lishingiz uchun bizlar ham bir ikkinchi ota-onamiz deb harakat etdik. Shu oilada ota-ona boshqarsa, maktabda bizlar boshqardik. Azında kutub alıp sizler kuzatib uyimizga eson omon borgancha bizlarning ko'nglimiz xotirjam bo'lmasdi. Ertaga azında quvonib kutib oladi. Bir bolaga sen qayish etsek, ertaga kelsak, shu bola mendan xafa bo'lmoqda ekan deb o'zimcha o'ylanib ketdim. Endi bo'ladi. Bu yerda tarbiyada shu tarbiya o'chog'i bo'lgandan keyin bir ota-onalar bizga bunday topshiradi. Suyagi meniki, eti seniki. To'g'ri. Shunday deb beradi. Qanday bilim bersen, o'zing tarbiyalasan, ursang ham, so'ksang ham, bizlarga suyagi sog' bo'lsa bo'ldi, eti seniki deb beradi. Endi hozirgi davrda bilmayman ota-onalar qanday topshiradi ota-onalarni, biroq bu ota-onalar o'quvchiga shunday darajada ishonadi. Bizlardan keyin tarbiyalaydigan sizlarning aytganingiz yetadi, bola. Bizlarning uyda aytganimiz yetmasa deb aytadi ota-onalar.
Şunday kamalga yetipsizler mine. Aradan 30 yıl ötüp. Daim şimdi bundan sonra şu 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık jubileyansını ötüş nasip ettiği Ailenizde tinchlik xotirjamlik tilayman, o'zlaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Mana aqtiq ko'ribsizlar, Xudoyim choluqlardan ko'rgaysizlar, eldingiz aqtiq ko'rib do'stlar. Xudoyim choluqlardan ko'rgaysizlar, Xudoyim xijob bo'lib shu yerlarda Xudoyim yuz yilliqlardan uchrashib o'tirgaysizlar. Rahmat, shu yoshlar. Cheksiz minnatdormiz. Aziz o'quvchilar, navbatdagi yana bir ustozimiz san'at va safarafangizda bersak, marhamat shogirdlarni Rahmat hammangizga. Sizlarni ko'rib o'tirib, yarim asrga yaqinlashib qolsizlar, chorak asr o'tgan. Endi bu sizning hayotiy tarixingiz. Hozir bir qator 95-yilga borsangiz, shu davrlar, undan oldingi 10 yilga davr, maktab davrlarimiz. Demak, olib qarasak hammasi esimizga kelib, barini ko'rib, bilib o'tiribmiz. Endi shu neda tartibli o'quvchilarimiz, tartibli buzadigan o'quvchilarimiz, hazilkash, erka, har bir uyning erkasi, shuna qarab murojaat qilgandik bolalar. Esingizda bo'lsa hammangizga. Hozir sizlarning rangingizga qarab turib, men shu vaqtimdagi qanday qiyofada bo'lsangiz, xuddi shu tasavvurimni keldi. Hammangizga mana shu kelayotgan hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hayit bayramlardan bayramlarga yetkazaversin. Bugün size qo'shaloq bayram ekan, mana shu oy bayramlarga to'la. Umringiz bayramlarga to'la bo'lsin. Endi kecha bordi, quvonib o'zim negadir ko'nglimga tushib o'tirdim. Uchun birovning maktabda hech kim yo'q. Nega chaqirmaydi deb o'zim o'ylab o'tirdim-da, bir ikki kundan beri. Bir shunday bo'lib qoldi vaziyat, men kim keldi ekan, darvoza urib yotdi deb, negadir darvozani ochib qo'yayim, shuni yoptirdi-da darvoza. O'zim sinib ketdim endi rasida. Keyin chiqib ochsam edim. Bolalar keldimi ekan, ya bolam jo'ralari keldimi ekan, rost to'xtab turib ochaman deyapman-da. Chiqsam hammasi ko'zimning oldimda. Rahmat. Shu eslaganlaringiz uchun, hammasi uchun sizlarga ming rahmat. Allohimizning oldida sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu hayot yo'llaringizda qanday qiyinchiliklarga uchragan bo'lsangiz, ana shu qiyinchiliklarni o'zingizning kuchingiz bilan yengib o'tdingiz. Barini hayotni ko'rdingiz. Endi ana shu hayotda sizlarning farzandlaringiz mana shunday qiyinchiliklarni ko'rmasin. Siz namuna bo'ling. Bolalaringizga, aqtiqlaringizga namuna bo'ling. Endi 40 yoshdan o'tgandan keyin odam nasihatgo'y bo'lib qoladi. Qarang, bolalarga, aqtiqlarga nasihat berasiz. Allaqachon biz bo'ynimizga olmay yurdik, 40 yoshgacha, 40 yoshdan keyin oldik, meni 60 ga chiqdik. 60 yoshga kelgandan keyin butunlay hayotga boshqacha qaraysan. Sebebi bu hayatta terk etish hamma uchun qiyin. Endi Xudo hammaga berib qo'yibdi har qanday yoshda. Doim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Har biringizning eng kamida 80, 90, 100 yoshdan o'tib yuringlar. Sizlarga tilagim shunday. Xudoyim sog' salomat bo'laysizlar. Ishlaringizga rivoj, 30 yillikda kelgan ekanmiz, endi yarim asrlikda, 50 yillikda kelsak, bizlar tayoq suyanib keldik. Bizlerden mesela şagirdimiz hisobı keldi maktabga, shu maktabda ish o'rgatdik, barincha o'rgatdik, ko'ngil qolishmada bo'ldi, lekin ko'ngil qolishmalar vaqtincha. Aytadi-ku, bir narsaga duchor bo'lsang, uning so'ngini o'yla, sabr ber. Keyini yaxshi bo'lsin, oxiri yaxshi bo'lsin deydi. Xudoga shukr, ming qatla shukr. Oxirlari yaxshi bo'ladi, Xudoning umringiz yana bir bor uzoq bo'lsin, bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Hammangizga bayan maktabdan kelayotgan vaqtlarda ko'nglingiz bir entikib ketdimi, bir topib ketdimi? Men shunday bo'ldim. Bu maktab muqaddas dargoh. Bu yerga kelib, shu maktabda ta'lim olib bitirib ketgandan keyin kirganingizda yurangiz negadir boshqacha bo'ladi. 30 yil bo'lgan o'quvchilar esladim, ya patalar kelgan vaqtlarimizga kichkina bolalar, kichkina qizchalar, patalar katta salobat bilan sizlarni ushlab turdi. Bugun shu patalarni sizlar salobat bilan ushlab turibsiz. Sizlarda o'zimning 30 yillik oldingi yoshligimni ko'rdim. Shijoatimni ko'rdim, g'ayratimni ko'rdim. Ko'zlaringizda samimiyat ko'rdim. Shuni o'zi men uchun katta baxt. Demak, mening barcha ustozlarning xizmatlarimiz bekorga ketmasdi. Sizlar oilada baxtingizni topib, farzandlarni kamolga yetkazib, bayram qilishga,
sığıptımı? Demek sizler baxtlısınız. Ana şu baxt, bu gelecek. Mektep dövrünü eslegenden keyin kelinler 30 yılda qanday bilimlar oldular, sınaq o'tgan, tasdiqlab o'qishdi. Xo'p. Bilimlar qanday boy lekin hayotda qanday ta'limlagan ekansizlar? Bir sınaq ko'rikda matematika aniq dedim, hiç tushunolmayman-da, ba'zan aniq emas-da. Masalan, qarang. 2 ota 2 bola yo'lga chiqibdi sayohatga. Necha odam sayohatga chiqibdi, kim aytadi? 3 odam barakalla. Agar bu mantiqatish bo'lsa, barakalla o'zing tanishtir. 5. Lekin aytma 5. Lekin kichkina demangizni barakalla. Xo'p. Masalan, hayotda shunday holatda o'quvchilar hatto qarab kerak. Biri shu, biri kamga, biri tortinchoq, biri o'jar. Shunday vaqtda baland o'quvchi bilmaydi deymiz. Bilmaydi emas. O'qituvchi uni gapirtira olmaydi. Bir anekdot esimga tushib ketdi-da. Bir o'qituvchi ko'rnasi ne bolasi ketdi. Geografiyadan imtihon topshirayotgan ekan. Yer shari shakli qanaqa desa bola bilmasmish-da. 4 burchak debdi. Endi o'qituvchi nima ikki qo'ya olmaydi, qo'shnisini bolasi. "Men tanib olam. Yer shari ana tarixga o'xshagan shakli qanday?" desa, 3 burchak debdi. Shuni degandan keyin o'qituvchi endi bo'ldi, izzating bitta deb sana qanaqasiz baho qo'yaman. Baxar 2 desa, o'quvchi bilmas emas ekan. Eshik yonida borib, qarab turing, shoshmang ali domla. Yer shari dumaloq, bir kun uchrashamiz dedi. Mening o'quvchilarim maktabda o'qigan davrlaringizda hamma o'qishga ishtiyoq bilan qildilar. Bilmadim, negadir darsda sizlarni ko'rsam o'zimga ilhom kelapan edi. Hamma tashvishlarni, uydagi tashvishlarni, boshqa narsani unutib, sizlar bilan yashayman edim. Bugun ham mana sizlarni qiyofangizda ana shu ishlagan yoshlik davrlarim, g'ayratim, shijoatim esimga tushib ketdi. Ilohim, yuzaringizdagi hozirgi quvonch, samimiylik, xursandchilik hayotimiz davomida hamisha sizlar bilan hamroh bo'lsin. Bizga bergan bilimlarni hayotda hamisha qo'llanglar. Olim bo'lmasanglar mayli, lekin odam bo'lasizlar. Sizlar necha yoshga kelsanglar ham, qanday martabada ishlasanglar ham, qanday nufuzga ega bo'lsanglar ham, qanday hayot kechirsanglar ham, bir narsani unutmanglar. Sizlar Abdulrahman ilmiy maktabining bitiruvchilarsizlar. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Agar shogirdlarimizning ko'nglida qatigan gaplari bo'lsa, marhamat. Yana ham endi nima sizga? Chamandoqqa bizlarning ham ustoz bo'lgan. Muborak bo'lsin. Bir she'r aytib beradi. She'r aytib beradi. She'r aytib qarab o'tirib Bazı mübarek. Hüsam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Fan bog'ining bog'bonisiz, charog'onsiz ko'ngilga ming ehtirom, ming assalom o'g'il qizingizdan ustozlar. Yurdim ushbudir muallim kamolat uzra ko'zgudir. Bunlar egasi bo'ldilar. Shu kasb hunar egasini foydalandilar. Shuning uchun hunar haqida bir she'r aytaman. Hunarni asrab olgan netkumdir vaqtlar olib tuproqqa ketguchdir avval.
ruxsat bersangiz. So'zingizda angladik bir dunyoni, rahmat ilik bor ko'zim ochgan ustozim, dilimga nur ziyo sochgan ustozim. Vatanni haqdan keldik, birov bizni xafa qilsa chopardik deb ustoz opa. Qilib ko'p hafsalar, ishlar edik masala, shodlanib qalblar boshqa ishlab yechib misol. Bitta xona, bitta maktab, bitta jurnal. O'sha bo'lsa to'poloncha biz harga jon yaram, ustozlarim tabi hazar, sizga mehrim bo'lakchadi sinfdoshlar. Degan qutlug' dargoh muqaddasi bizga harchoq bilim sari boshlaydi, aziz o'lka tanish o'lka. Siz ustozsiz, onasiz, sharafda yagonasiz, mehrda zo'r dunyosiz, siz ustozimsiz. Siz tufayli bugun baland parvozim, ustoz desam jaranglaydi ovozim, bu qo'shig'im sizga hurmat e'zozim, rahmat ilik bor ko'zim ochgan ustozim, dilimga nur ziyo sochgan ustozim. Maktab sizni inson qilur, maktab hayo ihson qilur, maktab g'ami vayron qilur, g'ayrat qilib o'qing o'g'lon. Sinfdoshlar bir qiziq, har biri bir hayajon, uchrashaylik deb faqat uchrashmaydi hech qachon. 5 yil, 10 yil, 15 yil o'tar sinf vaqt qadrin. Nahotki sinfdoshlar sog'inmadi bir-birin. 25-mayni eslaysanmi sinfdosh? Rasmlardan meni ham izlaysanmi sinfdosh? Sinfdosh, sog'inchimni ko'rgin bir. Hamma ishimiz tashlab yig'laylik erta bir.
qanday ustozlar aytganday 30 yilligimiz bilan tabriklaymiz. Bu bilan qo'shaloq bayram ekan. Türkiye turgan hayat bayramlarına tabriklaymiz hammamiz ustozlar sizlardan. Mana o'tib ketgan mahrum ustozlarni esladik, sinfdoshlarni esladik. Bayramlardan bayramlarga yetiraversin. Hamisha yaxshi bo'lsin. Yana bir marta tabriklayman manlarimizni. Ustozlar xursand bo'lib maktabga keliblar. Qanchadan beri jin olishmaganmiz. Hozir hayajon bilan tilayman. Rahmat katta ma'zur, sog' bo'linglar ustozlar. Ustozlar, sinfdoshlarım, qadrdonlarim, 30 yilda da ko'rmaganlarim bor ekan. Hammangizni ko'rib quvondim ustozlar sizlardan. Shu bayram bilan tabriklayman hammangizni. Xudoyim shunday 40 yillik, 50 yilliklarda da o'rinlaringiz yo'qolmay kelib qatnashish nasib etsin hammamizga. Sizlarga da sinfdoshlar, o'rinlaringiz hech qayeringizni yo'qolmasin. Hammangizni sog'indim biroq. Haqiqiy bo'lar ekanimizni bildirib berasizlar. Evet. Çok.
Bizlarga shamroq, baqraq bilan o'ynagan o'tiribdi. Ben nazar olalım. Şulardan namından ustazlar sizlerge salam. Hem yigitler 30 yıllık bilen ben şulardan tebrikler. Yapırak. Sevgi, şükret. Şulardan tebrikini biraz yetkizmiş. Alo. Mektepke şu 40 yıllıkta da, 50 yıllıkta da kelavuş nasip etsin. Çamur Bakan'ın aytkanday tayak suyanıp kepsiler bilen birge oturuş, bir devrede sıhbatlaş hemmemizge nasip etsin. Şimdi az gana olsa da sizlerden konularınız şart kılgan olsa. Rahmat. Sizlerge de rahmet. Biz spor salona kirip futbol, voleybol oynan desek farklı Endi ana bir yetib qo'ydik da Latif opa, Sabir opa, Rahmat opa. Bayram kafeda bu shu yoqqa o'tiramiz deb to'shatib qo'ydik. Shu yoqqa borsak, mana bolalar mashina bor. Aparamiz. Shu yoqqa yursak,
şu yaşta yedirip, bana şunday qilib yetkizgan shukur. Rahmat kelganlarga nimaga jinoyatlar. Vallahi sen turma dunyo turgancha. Rahmat sizlarga. Sapropan kun desi var. Mevzimde şurada makbazı bir bilgi var. Bunlar tadı bildi ama sonra bilmez. Şurada aynen şu aynen
Barchanızga mana shu 30 yillik uchrashuv muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Iloyim 40 yillik, 50 yillik yubiley to'ylarimizda mana shu uchrashuvlarimizda xizmat etish biz san'atkorlarga nasib qilsin deymiz. Yana bir bor qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Marhamat. Qo'shiqlarimizni shundoq qilamiz. Marhamat. Uzun lazım, geçmeyin. Sen
davramizga taklif qilsak, bir tilaklarimizni eshitib olsak. Kelinglar. Davramiz markaziga kelinglar. Ya rast telefonu yakaladınız mı bakalım? Ya asman kara durma, kepteremez. Bize peste. Ya bilemem test oturan. İşte mide turası mı ya? Öyle bayt oğlum. Öteversin. Evet, çıkma Osman Kara. Çık. Her türlü de öyle. Otursa seni. Otursa kaçı başı. Ama. Rustam gitmedi mi? Rustam afar mıyım? Kalın tövle. Bunu var.
Lala. Lala. Bile kuli
Kulima geldi Kulima. Hey, mehe var mehe. Balançık ama soğuna. Sürpriz